Hurmatli mijozlarimiz, navbatdagi mashinamiz Tracker avtomashinasi, Tracker turbina. Bunga qo'yilgan uskunalar bilan har bir narsalarni tanishtirib o'taman. Elektronikamiz Instagram Konex Plus. Qo'shimcha panda rellargacha qo'yib berganmiz. Farsimka 03 скоростной sportli farsimka. Landrinza Italiya original reduktor va Landrinza Italiya original zapravkalar bilan full komplektda metan ustanovka qilib berdik. Arqa sistemasiga 75 litrli balon joylashtirib berdik. Balonda joylashishlariga zapasga bemalol chiqib joyiga joylashadi yana. Podstopkalargacha zavodskiy Easy'ga podstopkadan stagda o'zini zavodskiy podstopkasidan joylashtirib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldi sistemada uskunalarning joylashishi metanga juda ko'pchilik arzon reduktor qo'yib yuboryapti. Arzon reduktorda siltalaydi mashin, o'zini oborotini ololmaydi. Eminni fiting bilan qo'yilishini ta'minlash kerak. Ustanovka jarayonlarini ko'ryapsizlar. Mana shunaqa qilib ustanovka xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lsanglar, bemalol kelib Stack Service'dan foydalansanglar bo'ladi. Buni metan qo'yaman degan va propan qo'yaman degan Eminni Tracker, Onyx, Cherry turbinali mashina chiqarayotgan qarindoshlaringizga, oshna-og'aynilarga jo'natib qo'yinglar. Bu ham manfaatli bo'lsa, sizlar ham